Bonuslar har galgangidan dang. Aren taksidan chilla aksiyasi. Har ikkita 3ta zakasda passivni o'ziga pul tashab mashina olib ketdingizmi? Endi passivni o'ziga pul tashamaysiz. Men javob beraman, Aren taksi sizdan qarz bo'lib qoladi. Buning uchun ertalab 6 dan nechagacha edi? Kunduzgi vaqtlarda ertalab soat 6 dan 9 gacha 10 ta zakaz bajarsangiz 40 ming shitr. 12 dan 3 gacha 10 ta zakaz bajarsangiz yana 40 ming shitr. Kechki payt 5 dan 8 gacha, ya'ni 17:00 dan 20:00 gacha yana 10 ta zakaz bajarsangiz yana 40 ming shitr. Agar bir kunda hammasini bitta qilib 30 ta zakaz bajarsangiz 120 ming shitr. Maza emasmi? Bu umumiy daromadingizdan tashqari sizni passivni o'ziga tushirib beriladigan pul Aren taksi tomonidan. Bunaqa taksi parki yana qayerda bor, ey? Faoliyat yuritayotgan haydovchi shofir akalarimiz, faollikka shoshilamiz va yangi ulanmoqchi bo'lgan, hali ulanmagan shofyorlar ulanishni tavsiya beraman. Men o'zim ham ketdim, ulanib kelaman. Reklama qilib yuramanmi? Kira qilaman, ketdim. Aren taksi yangi yo'lda